Yangi tug'ilgan chaqaloqda 270 ta suyak bo'ladi. Ulg'aygan insonda esa 206 ta. Nega bunday bo'ladi? Video davomida tushuntiraman. Bu videoda suyaklar qiyshayishini oldini olish, dunyodagi eng katta odam bilan eng kichik odamni nima birlashtirib turishi va suyaklarimizning yoshimiz o'tishi bilan qanday o'zgarishlarni boshdan kechirish haqida gaplashamiz. Biz sizga suyaklarimizning ajoyib adaptatsiya qobiliyatlarini ko'rsatib, ularning hayotimizdagi rolini chuqurroq tushunishingizga yordam beramiz. Agar tanamizda suyaklar yo'q deb hisoblasak, xuddi chuvalchanga o'xshab qolar ekanmiz. Nega unday bo'ladi? Umuman olganda suyaklar qanday vazifani bajaradi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Suyaklarning vazifasi jihatdan 4 ta turga ajratamiz. Birinchisi tayanch, ikkinchisi himoya, uchinchisi qon hosil bo'lishda qatnashish va to'rtinchisi tuzlar deposi vazifasini bajaradi. Birinchi funksiyasi, ya'ni tayanch. Odatda bu funksiyasi bo'yicha bizni qad rostlab turishimiz bu tayanch funksiyasi hisoblanadi. Ikkinchi funksiyasi bu himoya funksiyasi. Ya'ni kalla suyagi bosh miyani, orqada umurtqa pog'onasi orqa miyani va ko'krak qafasi esa ko'krak qafasida joylashgan organlarni himoya qiladi. Uchinchi funksiyasi bu qon hosil qilishda qatnashish. Ya'ni suyak ko'migi odatda qon hosil bo'lishda eng asosiy rolni bajaradi. To'rtinchisi tuzlar deposi. Ya'ni suyakda kalsiy tuzlari, ya'ni kalsiy karbonat va kalsiy fosfatni juda ham katta zaxirasi mavjud. Tanamizdagi suyaklar soni 206 ta. Ularning 85 tasi juft. Bular qo'l va oyoq suyaklari bo'lishi mumkin. 36 tasi esa toq. Ular kalla suyaklari yoki tush suyagi bo'lishi mumkin. Sezganingizdek suyaklar soni ko'p, shuning uchun ham ularni bittalab o'rganish murakkab ish. Shuning uchun ham biz ularni gruppalarga bo'lib o'rganamiz. Birinchi guruh bu bosh skeleti, ikkinchi guruh bu ko'krak qafasi skeleti, uchinchi guruh bu qo'l skeleti, to'rtinchi guruh bu oyoq skeleti hisoblanadi. Demak, eng birinchi boshdan boshlaymiz. Boshda 23 ta suyak mavjud va biz bosh skeletini ikki qismga ajratamiz. Kalla va yuz skeleti. Kallada bir juft tepa, bir juft chakka, bitta peshana va bitta ensa suyagi mavjud. Yuzda esa bir juft yuqori jag', bir juft yanoq va bitta pastki jag' mavjud. Yuqorida sanab o'tilgan suyaklar sonini eslab qolamiz. Aslida bosh skeletida bundan-da ko'p suyaklar mavjud, lekin biz sizga eng asosiysini aytib o'tdik. Keyingi guruh bu ko'krak qafasi skeleti. Ko'krak qafasi skeletini umurtqa pog'onasini o'rganishdan boshlaymiz. Umurtqa pog'onasida 33-34 ta umurtqa joylashgan bo'lib, ularning har bittasi teshik, tana va o'simtadan tashkil topgan. Ular o'zaro tog'a yordamida birikkan va ularning birikishidan uzun teshik, ya'ni nay hosil bo'ladi. Mana shu nayda orqa miya joylashgan bo'ladi. Umurtqa pog'onasini 5 ta qismga ajratamiz va 33-34 ta umurtqani taqsimoti quyidagicha bo'ladi. Bo'yinda 7 ta umurtqa, ko'krakda 12 ta, belda 5 ta, dumg'azada 5 ta, dumda esa 4-5 ta umurtqa joylashgan. Bulardan bel va bo'yin harakatchan birikkan bo'lib, qolgan qismlar harakatsiz birikishdan hosil bo'lgan. Qomat hech qachon tekis bo'lmaydi. Unda o'ziga xos tabiiy egilmalar mavjud. Biz esa bu egilmalarni nomlaganmiz. Masalan, agar umurtqa pog'onasi oldinga qarab chiqqan bo'lsa, bu lardoz deyiladi. Lardozga demak bo'yin va bel kiradi. Ikkinchisi, agar umurtqa orqaga egilgan bo'lsa, biz uni kifoz deymiz. Kifoz suyaklariga ko'krak va dumg'aza kiradi. Agar sizdan lardoz suyaklar sonini so'rashsa, siz hech ikkilanmasdan 12 ta deb javob berasiz. Nega? Chunki belda 5 ta, bo'yinda esa 7 ta umurtqa joylashgan. Ularning umumiy yig'indisi esa 12 ta. Xo'sh, endi ko'krak qafasi haqida umumiy gaplashamiz. Ko'krak qafasida 12 ta ko'krak umurtqasi, 24 ta qovurg'a va bitta tush suyagi mavjud. Birinchi bo'lib tush suyagi haqida gaplashsak. Tush suyagi 3 qismdan tashkil topgan. Birinchi qismi dasta qismi, ikkinchi qismi tana qismi va uchinchi qismi qilichsimon o'simta qismi. Qovurg'alar bir uchi bilan tush suyagiga, ikkinchi uchi bilan esa umurtqa pog'onasiga birikkan bo'ladi. Qovurg'alar tush suyagiga birikish yoki birikmasligiga qarab bir necha turlarga ajratiladi. Ularning birinchi turi bu haqiqiy qovurg'alar deyiladi, ya'ni ular soni 7 juft, ya'ni 14 ta bo'lib, ular o'z tog'ayi orqali tush suyagiga kelib birikkan.
Ikkinchi turi bilan soxta qovurg'alar deyiladi. Soxta qovurg'alar haqiqiy qovurg'alarning 7-jufti tog'ayiga umumiy kelib birikadi va shuning uchun ham ular soxta qovurg'a deyiladi. Ya'ni ular o'zi to'shga birikmagani uchun ham ularni soxta deb ataymiz. Qovurg'alarning 3-turi bu yetim qovurg'alar deyiladi. Ular to'sh suyagiga hech qanday usul bilan bog'lanmagan va ularning soni 2 juft yoki 4 ta. Ular qorin muskullari orasida erkin yotadi. Mana va nihoyat qo'l skeletiga ham yetib keldik. Qo'l skeletini ikkita asosiy qismga ajratamiz. Bu qo'lning erkin suyaklari va qo'lning kamar suyaklari. Qo'lning kamar suyaklari yoki yelka kamari suyaklariga umri va kurak suyaklari kiradi. Qo'lning erkin suyaklariga yelka, bilak, tirsak, kaft usti, kaft va barmoq suyaklarini kiritish mumkin. Shuni esda saqlashimiz kerakki, yelka suyagi manavi emas, balki manavi hisoblanadi. Endi qo'ldagi suyaklar sonini sanaymiz. Hozirgi aytadigan qiymatlarimiz ikkita qo'l uchun bo'ladi. Demak, dastlab erkin suyaklardan boshlaymiz. Demak, qo'ldagi yelka suyaklar, ikkita yelka suyagi, ikkita qo'l uchun, ikkita bilak suyagi, ikkita bilak va shundan keyin ikkita tirsak suyagi va endi kaft usti suyaklari ikkita qo'l uchun 8 tadan 16 ta, kaft suyaklari 5 tadan ikkita qo'lda 10 ta va barmoq suyaklari 14 tadan 28 ta hisoblanadi. Endi kamar suyaklarini sanaymiz. Kamar suyaklari bu umrov suyagi va orqadagi kurak suyagi hisoblanadi. Ikkita umrov suyagi va ikkita kurak suyagi mavjud. Bu qiymatlar hammasi ikkita qo'l uchun. Agar sizga bitta qo'l uchun qiymat kerak bo'lsa, mana shu qiymatlarning yarmini olsangiz to'g'ri javob bo'ladi. Endi oyoq skeleti haqida gaplashamiz. Oyoq skeletini ham ikki xil suyakdan tashkil topgan deb qaraymiz. Ya'ni ularning birinchisi kamar suyaklari, ikkinchisi esa erkin suyaklar. Kamar suyaklariga chanoq suyaklari kiradi. Chanoq suyagi ikkita nomsiz suyakning qo'shilishidan hosil bo'lgan deb hisoblaymiz. Oyoqning erkin suyaklariga esa son, boldir, tizza qopqog'i, kaft usti, kaft va barmoq suyaklarini kiritamiz. Endi suyaklar soniga to'xtalsak, hozirgi berilayotgan qiymatlar ikkita oyoq skeleti uchun berilyapti. Ya'ni bularda ham kamar suyaklari chanoq suyaklari hisoblanadi va ular soni ikkita. Endi oyoqning erkin suyaklari. Oyoqning erkin suyaklariga ikkita son, ikkita katta boldir, ikkita kichik boldir, ikkita tizza qopqog'i va bundan tashqari kaft usti suyaklari 8 tadan 16 ta, kaft suyaklari 5 tadan 10 ta va barmoq suyaklari esa 14 tadan 28 ta hisoblanadi. Agar bu videoda o'rganganlaringizni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, Ustoz AI dasturini yuklab oling. Dasturda testlarni yechib, mavzuni qanchalik tushunib olganligingizni bilib olasiz. Hamma video darslarining testlarni yechib chiqadigan bo'lsangiz, sizga kurs sertifikatini beramiz. Kurs Telegram kanalida esa video darslarning qachon chiqishini bilib olishingiz mumkin. Qo'shimcha materiallarni ham tashlab boramiz. Barcha havolalar video ostida.